Assalomu alaykum. O'tgan galda bitta obunachi so'ragandilar, qanaqa qilib o'sha muzikalarni tezlashtirish mumkin, ovozlarni o'sha CapCut dasturida tezlashtirish mumkin degan savol bergandilar. Bugun shularni sizlarga o'rgatmoqchiman. CapCutga kiramiz. Novi videoga kiramiz. Va men mana bu darsligimni olaman. Shunda tushuntirib o'taman. Mana bu mana tayyorlagan darsligim. Bugun mana shuni albatta har doim birinchi buni ustiga bosib olamiz. Birinchi navbatda qiladigan ishimiz mana shu videomizni ustiga bosib olamiz. Mana bu yerda mana bu pastga tushganimizda razdelit bu o'sha kesish hozir uni ko'rsataman muzika qo'ygan vaqtim. Mana gromkosda qarang. Mana bu yerda ovozni ko'taramiz. Assalomu alaykum. Bugun mana shunaqa ko'tarib qo'yaman ko'pincha. Animatsiya. Ya'ni mana shu videoyingiz birinchi chiqishda qanaqa bo'lib chiqishini xohlaysiz? Mana masalan, assalomu alaykum. Mana shunaqa chiqadi, mana ko'ryapsan? Assalomu alaykum. Menga kerak emas bu. Nima qilmasdan ko'p ishlatmayman. Mana bu effektni ham o'tgan darsda o'rgatganman. Udalitni bossangiz o'chib ketadi. Va mana bizga kerakli bo'lgan mana skors tugmasi. Mana shu skors tugmasini ustiga bosamiz va normalni ustiga bosamiz. Mana shu videoni hozir 1.7 da qilaman ko'pincha. Mana endi ko'rishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Bugun Telegramda havolalar yaratishni yangi boshqa variantini o'rganamiz. Ko'rdingizmi? Mana shunaqa tarzda mana bu bitechkani bossangiz, mana shunaqa ovozingiz tezlashib qoladi. Bu yerdan chiqamiz. Endi bizga muzika qo'yish kerak. Muzikani qanaqa qilib qo'yamiz? O'tgan darsda ham o'rgatganman va yana o'rgataman, osonroq, tushunarliroq bo'lishi uchun. Har bir mana shunaqa tayyorlagan darsingizning tagiga muzika qo'ysangiz, qanaqa desam bo'ladi? Chiroyli chiqadi. Mana bu zvukni ustiga bosamiz, muzika qo'yamiz. Albatta har doim bir nimani esdan chiqarmasliklaringizni xohlardim. Darslikni yozgan vaqtingiz birinchi mana shu videoni ustiga bosib, skorsini birinchi o'zgartirib olib, keyin muzika qo'yish kerak. Sababi muzikalar agar muzika qo'yib keyin qilsangiz, hammasi tezlashib qoladi. Muzikalar ham tezlashib qoladi, xunuk bo'lib qoladi. Hozir ko'rsataman qanaqa qilishini. Muzikani ustiga bosdik va zvukni ustiga bosamiz, zvukini. Men ko'pincha CapCutda o'zidagi muzikalardan foydalanmayman. O'zimni darsliklarimga qo'yadigan muzikam bor, shu sababdan o'shani foydalanamiz. Mana bu yerda bosib, bunisi ekan, buni bosib, устройствоning ustiga bitta bosaman va mana shu yerda meni telefonimda telefonimda pametga saqlanib bo'lgan muzikalar bor. Qo'shiqlar, muzikalar bor. Shu yerdan men o'zimni muzikamni tanlayman. Bitta qoldi. Mana. Topdim. Muzikani qo'yaman. Pulsni bosib qo'yib yuboramiz. Mana kortiga qo'yib yubordik. Ana shu muzika qarang, birdan boshlanmaydi-da. Mana turib boshlanadi. O'sha uchun ana shuni ustiga mana muzikani ustiga bosilgan turibdi. Ko'rdingizmi? Endi pastdan razdelit tugmasini bitta bosamiz. Mana kesib berdi. Bizga mana bu taraf emas, bu tarafni o'chirish kerak. Mana shu ustiga bitta bosamiz va mana bu yerdagi udalit tugmasini bosamiz. Ko'rdingizmi? Mana kesildi mana bu yer. Bu yerni endi to'ldirish uchun qanaqa qilamiz? Mana shu muzikani ustiga bitta bosib turib ozgina oldinga qarab yurg'izsak, mana o'sha keldi, ko'rdingizmi? Bosib turasida oldinga kelib yurg'izasiz. Keyin yana bittasiga e'tibor beramiz. Muzikani ustiga bitta bosamizda mana bu громкость joyini обязательно pastgina variantga qilishimiz kerak. Sababi biz dars yozyapmiz. Darsimiz eshitilishi, tushuntirish oson bo'lishi uchun muzika juda ham past bo'lishi kerak. Громкani ustiga bosamiz. Men har doim 9 da qo'yaman. Mana halgina eshitiladi bo'ldi. Mana buni qo'ydik. Endi qarang. Bizning videomiz mana 3 sekundlik 3 minutlik, 3:20 minutlik. Bizning muzikamiz 1 minutlik. Mana ko'ryapsiz-a? Shu muzikani ustiga bosilgan turibdi. Mana shu oxiriga olib kelsak, mana sozda copyright degan yozuv bor. Shu ustiga bitta bosamiz. Mana muzikamiz yana yoniga xuddi shu tarzda copyright bo'ldi. Birinchi обязательно muzikani ovozlarni pastlatib olib keyin copyright qilsangiz, har bitta muzikadan keyin o'sha ovozlarni pasaytirishingizga hojat bo'lmaydi, chunki xuddi o'shanaqa tarzda copyright bo'lib ko'chadi. Hali yetmaydi. Mana yana bitta copyright qildik muzikani. Yana bitta qilamiz va yana shu joyga juda ham e'tiborli bo'lamiz. Mana bu yerga kelganimizda pastdan mana bu yerda CapCut, ya'ni o'sha mana shu CapCut приложениесini qilganingiz ko'rinib qoladi. Shuni ustiga bitta bosib, mana bu yerda udal tugmasini bosib, o'chirib yuboramiz. Endi nima bo'ladi? Bizning muzikamiz darsimizdan ko'p. Buni nima qilamiz? Ustiga bitta bosib, razdelit tugmasini bosib olamizda, o'chirib tashlaymiz. Mana bu yog'i o'chyapti. Mana udalitni bosamiz, o'chdi. Va mana bo'ldi. Biz mana shu muzikani birdan oxiri
sekin tugashi uchun, ya'ni kesganimiz bilinib qolmasligi uchun muzikani ustiga bitta bosib olib, mana bu yerdagi Visvitani degan joyni qarang, ustiga bitta bosamiz. Mana bu yerda ostavlение degani bor. Mana bu pastini ana shuni oxiriga olib qo'yamiz. Endi mana bu Instagramga borib beramiz. Muzika ketib qoldi. Ko'rdingizmi? Oxiri muzikaning ovozi asta o'zi pasayib yo'qolib qoladi. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bu yog'ini o'tgan darslarda tushuntirib o'tganimdek tepaga chiqamiz. O'zi 1080 ga turibdi. Eksport tugmasini bosib saqlanib qilib olamiz. Mana shunaqa holatda. Saqlanib bo'lguncha ekranni yopmaslikka harakat qilamiz, qizlar.